Qarang adasi, chiroyli qilib stol yasatibmanmi? Yoqdimi? Ay, o'zing teshib qo'yasan. Va shu gap yo'q, shohona-ku. Ha endi mehmonlar ham nozik mehmonlar kelyapti-da. Okamni aytdim, ukam keladi, bu yerda qudalarimiz keladi. Bilasiz-ku, hammasi tabi nozu mehmonlar. Manchi, okamlarni ham yetib keldi. Kimdan so'rab okangiz aytdingiz? Bilasiz-ku, mana hammasi nozik mehmonlar keladi. Endi shularning ichida okangiz, agar bilsangiz, men bu okangizdan uyalaman. Kiyinishlari-yu turishlaridan. Menga qara, mana shu okamchi uyimiz yonib ketganda-chi, 3 xonali uylarni sotib bizga pulini berdilar. To'y qilayotganimizda pulimiz yetmaganda mashinalarni sotib berdilar. Nima qildi? Ha qilsalar jigari? Nima bir narsa bo'ladimi? Jigaringiz bo'lgan ekan qildilar. Nimaga seni jigarlaring qilmadi? Mani aka-ukalarimga osilavermang. Ular majbur emas sizga qilishga. Agar okamni ayoli bilan o'g'li avtohalokatga uchrab o'lmaganida okam bu holatga tushmasdilar. Sen vafshi odam bo'lmading. Qaq ketvoz? Ochu mozorga. Mehmonlarni kim kutib oladi? O'zing kutib ol mehmonlaringni ham. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Shu yerdamisiz aka? Shu yerda edim. Hammasini eshitdim. Kelinim meni shunchalik yomon ko'radimi? Mayli. Omon bo'linglar. Aka shoshmang. Alo, assalomu alaykum qudajon, yaxshimisiz? Alo, assalomu alaykum. Qudajon, yaxshimisiz? Ha, rahmat. Uzr, bugun bora olmaydigan bo'lib qoldik. Xo'jayin ishlari chiqib qoluvdi. Xafa bo'lmaysiz endi qudajon? Voy, o'lmasam, yo'g'i. Mayli endi nima ham qilardik? Mayli, yaxshilikda ko'rishaylik, sog' bo'ling. Xo'p, mayli. Assalomu alaykum akajon. Va alaykum assalom Feruz, yaxshimisan? Ha, rahmat. O'zinglar yaxshimisizlar? Kelib qoldinglarmi? Ming bor uzr, Feruz, ishxonamga chaqirib qolishuvdi. Bugun korporativimiz bor ekan, bormasak bo'lmas ekan. Xo'jayin shunaqa tayinladi. Ha, ukang ham bora olmaydi. Ertalab safarga ketgan. Endi nima qilaman? Axir shuncha Feruz, xafa bo'lmagin, men ruldaman. Uzr, ko'p gaplasha olmayman. Voy, aka. Voy, tavba. To'xtang aka. Menga qarang. Nima qilib bu narsalarni ko'tarib yuribsiz a? Iftorlikka somsa bilan norini olib kelgan edim. Aka, bugun iftorlikni siznikida, nevaralaringizni oldi qilamiz. Ha, sizgacha bir surprizim bor aka. Surprizni zo'rini ko'rdik. Kerak emas. Aka, bu boshqacha surpriz. Mana bu sizning pasportingiz. Ichida sertifikat, umraga keyin mana samolyot biletlari ham hammasi ichida aka. Bir ko'ring. Umraga? Men Baytullohni ko'raman. Aka, xudo xolisi ko'rasiz. Rahmat. Rahmat qizalar.